Nigora, so'nggi yillarda hech kimga sir emaski, bu ma'lumot so'nggi yillarda yurtimizda yoshlar siyosati va zamonaviy ta'limga qaratilayotgan e'tibor albatta o'z natijasini ko'rsatmoqda. Ko'p jabhalarda, ayniqsa davlatimiz rahbarining tashabbusi bilan barpo etilayotgan prezident maktablari haqiqiy iqtidorlar fabrikasiga aylanmoqda. Ana shunday quvonarli xushxabarlardan biri Termiz shahridan. Termizdagi prezident maktabining 2 nafar bitiruvchisi dunyoning eng nufuzli universitetlaridan biriga qabul qilindi. Eng e'tiborlisi iqtidorli hamyurtlarimiz El-yurt umidi jamg'armasining 2026-yilgi birinchi ochiq stipendiyasi sohibiga aylanishdi. Va bu aytishimiz kerakki, yoshlar kelajagiga qaratilayotgan investitsiya o'z natijasini ko'rsatayotganidan dalolat beradi. Xo'sh, surxondaryolik bu yosh qahramonlarimiz jahonning qaysi top universitetlarini zabt etishdi-yu, kelajak uchun qaysi sohani tanlashdi? Bu haqda ilk lavhamiz orqali batafsil bilib olamiz. Shunday. Leeds universitetining biotibbiyot yo'nalishiga o'qishga qabul qilindim. Zamonaviy texnologiyalardan to'g'ri foydalana olish juda muhim. Qiz farzand o'qisa, butun jamiyat o'qiydi. Juda ko'plab yoshlar hozir chet el universitetlariga topshiryapti. Bular natijasi 10 yillarda bilinadi. Insonlarni davolash, ozroq bo'lsa ham ularga yordam berishga o'z hissamni qo'shsam, juda ham xursand bo'laman. Bugun bilimning manzili chegaralar bilan o'lchanmaydi. Bir paytlar yoshlar uchun uzoq va erishib bo'lmasdek tuyulgan xorijiy universitetlar bugun maqsadi aniq, izlanishdan to'xtamaydigan o'zbekistonlik yoshlar uchun yangi imkoniyatlar eshigini ochmoqda. Xurzoda Choriyeva biotibbiyot ilmi sari odimlamoqda. Termiz shahridagi prezident maktabi bitiruvchisi bo'lgan qahramonimiz El-yurt umidi jamg'armasining 2026-yil birinchi ochiq stipendiya sohibasi bo'ldi. Endilikda u Buyuk Britaniyaning nufuzli Leeds universitetida biotibbiyot yo'nalishida ta'lim oladi. Leeds universiteti 2026-yil oliy ta'lim muassasalari reytingida 77-o'rin, Buyuk Britaniyada esa 12-o'rinni egallagan. Biotibbiyot inson salomatligini ilmiy tadqiq etish, kasalliklarning kelib chiqish mexanizmlarini o'rganish va zamonaviy tibbiyot rivojiga xizmat qiladigan muhim yo'nalishlardan biri. O'zim yoshligimdan meditsina sohasiga juda ham qiziqaman. Insonlarni davolash, ozroq bo'lsa ham ularga yordam berishga o'z hissamni qo'shsam, juda ham xursand bo'laman. El-yurt umidi stipendiyasining 2026-yildagi birinchi ochiq stipendiyasiga o'z hujjatlarimni topshirdim va Buyuk Britaniyadagi Leeds universiteti jahon miqyosida 77-o'rinda turadi bu universitet. Leeds universitetining biotibbiyot yo'nalishiga o'qishga qabul qilindim va o'sha qabul xatim bilan ya'ni El-yurt umidi jamg'armasiga topshirganimda stipendiya sohibasiga aylandim. Bu qiyin jarayonda o'quvchi sifatida hech narsa qila olmasdik. Ustozlarimiz, muhtaram prezidentimizning bizga bo'lgan yordamlari, mehrlari, bizga yaratgan shunaqa sharoitlarsiz biz hech narsa qila olmasdik. Maktab maslahatchimiz Azizbek ustoz tomonidan universitetga topshirishning eng quyi bosqichlaridan bizga yordam berganlar ustozimiz. Biologiya, kimyo fanlari ustozlarimiz va boshqa barcha ustozlarimiz, to'garak ustozlarimiz bizga o'z ilmlarini ulashishganlar. Bizni chet el universitetlariga topshirishimiz va 100% shunaqa grantlar yutishimizga, O'zbekistonni shunaqa kuchli farzandlari borligini ko'rsatishimizga ko'mak berganlar. Ustozlarimsiz hech qachon bu darajaga yetib kela olmasdim. Yana bir qahramonimiz Nurbek Norboyevning tanlovi esa biznes va boshqaruv. Termiz shahridagi prezident maktabining joriy yil bitiruvchisi bo'lgan Nurbek Malayziyadagi City University Malayziya universitetiga 100% grant asosida o'qishga qabul qilindi. U biznes boshqaruvi yo'nalishida bilim olib, kelajakda zamonaviy boshqaruv, tadbirkorlik va iqtisodiy rivojlanish yo'nalishlarida o'z salohiyatini namoyish etishni maqsad qilgan. 2 yosh, 2 yo'nalish, 2 manzil, ammo ularni birlashtirib turgan bir haqiqat bor. Buyuk maqsad yo'lda tashlangan kichik qadam ham kelajakdagi katta natijalarning boshlanishidir. Prezidentimiz aynan shu prezident maktablarini ochganida juda xursand bo'lganman va endi biz uchun ham aynan o'sha chet el universitet topshirishda bu maktablar o'zining juda muhim o'rnini ko'rsatadi. Aynan shu prezidentimizning shart-sharoitlari siyosati ostida juda ko'plab yoshlar hozir chet el universitetlariga topshiryapti. Bular natijasi 10 yillarda bilinadi. Chunki o'qishdan qaytib kelgan tengdoshlarimiz
yoki o'zimizdan katta yoshlar aynan davlatimizdagi rivojlanmay qolgan yoki endi rivojlanayotgan sohalarni rivojlantiradi deb o'ylayman. Shuning uchun men bu davlatimizdagi berilgan imkoniyatlardan faxrlanaman va shunga mos O'zbekistonga qaytib kelib, O'zbekistonni rivojlantiraman deb o'ylayman. Biznes boshqaruv sohasiga kelsak, hozirda O'zbekistonda aynan yirik hamkorliklarda, yirik rivojlanayotgan davlatlar bilan hamkorlikda ishlayotgan bizneslar kamroq. O'shalarni ko'paytirish uchun qo'ldan kelgancha harakat qilmoqchiman. Har bir katta natijaning ortida ko'zga ko'rinmaydigan mehnat bor. Tunlari o'qilgan kitoblar, o'rganilgan tillar, bajarilgan topshiriqlar, muvaffaqiyatsizliklardan keyingi yana bir urinish. Bugun xalqaro universitetlar sari yo'l olayotgan qahramonlarimizning yutug'i avvalo maqsadga sodiqlik va ilmga bo'lgan ishonchning natijasidir. Ularning oldida endi yangi bosqich turibdi. Yangi muhit, yangi nufuzli universitetlarda o'qishning eng katta qiymati diplomning o'zida emas, u yerdan olingan bilimni vatan taraqqiyotiga qaytara bilishda. Ilmga intilgan yosh uchun dunyoning eng nufuzli universitetlari ham orzudan haqiqatga aylanib boraveradi.